İslam Dünyası Ammevi Teşkilatlar ve Halisani Birleşme Fondi yığını ötküzüldü. 9 dekabr İstanbul'un Yeni Kapı Yavro Asya Sanat Merkez'de İslam Dünyası Ammevi Teşkilatlar ve Halisani Birleşme Fondi yığını ecildi. Yığın 2 gün davamlaşıp 10 dekabr günü muvaffaqiyetlik ayaqlaştı. Yığınğa dünyadaki 60 neçe devletten kelgan teşkilat vekilleri ve devlet rehberleri katnaştı. Yığında Şarkı Türkistanlıklarga vakaleten Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti maxsus orunda Uygurlarning kiyim-kechak ve yemek-içmek medeniyetini tunuşturdu. Şundaqla Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti reisi Hidayetullah Oğuzxan asaratdagi Türk İslam yurti Şarkı Türkistan temasida söz qilib, yığın ahliga Şarkı Türkistanning Xitoy ishg'olidan buyonqi umumiy vaziyatini tunuşturib o'tdi. Xitoy bir qancha davlatni terrorchilar bilan aloqasi bor degan tizimlikka kirgizdi. 10 dekabr kishilik huquq tori axborot markazi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi qo'rchoq organi bo'lgan Uyg'ur avtonom rayoni doiralari Afg'oniston, Turkiya, Qozog'iston qatorliq 26 davlatni terrorchilar bilan aloqasi bor davlatlar tizimligiga kirgizgan. Xabarda yaqinda Urumchining sirtidan kelgan kishilarni tizimlashga aloqador bir parcha jadval tarqatilgan bo'lib, uningga diniy e'tiqodi, qandoq telefon, qandoq kompyuter ishlatadiganligi, odatda qaysi masjidga boradiganligi, qo'lida pasport bor yoki yo'qligi, terrorlik bilan aloqasi bor 26 davlatga borgan yoki bormaganligini tizimga oladiganligi, undan boshqa 10 necha qozoq musulmonning diniy e'tiqodi yoki Qozog'istondagi tuqqanlari bilan aloqa qilganligi sababidan maxfiy sud qilib hukm chiqarganligi oshkorlangan. Xitoy normal ibodat qilganlarni jazolagan. Xitoy Sharq Turkistonning Altay shahrida normal diniy faoliyat qilgan musulmonlarni jazolagan. Xabarda Altay shahridan bir qozoq fuqarosi guvohlik berib, 2017-yil 4-oydan 8-oygacha bo'lgan oraliqda Altayning bola boqar yesidan 26 yoshlik Nazar Tursun, 26 yoshlik Qanotbek Sarxon, 30 yoshlik Mavut Masarxon qatorliq bir qancha normal ibodatga qatnashgan kishining Xitoy soqchilari tarafidan asabiy diniy faoliyatga qatnashgan degan tuhmat bilan maxfiy sud echib 3 yildan 4 yilgacha hukm chiqarganligini, undan boshqa 60 yoshlik Nur Xotin Muhammad Sharning uyini aqtirish davomida Qur'oni Karim chiqib qolganligi uchun maxfiy sud echib 6 yil jazolaganligini oshkorlagan. Dunyo miqyosida Trump va Netanyahuga qarshi namoyish o'tkazildi. Amerika prezidenti Donald Trumpning Quddus qaroridan keyin dunyoning har qaysi joylarida norozilik namoyishlarining oyiqi uzilmadi. Turkiyaning har qaysi shahar viloyatlarida yuzlagan namoyishlar elib berildi. Fransiyaning poytaxti Parijdagi xalq maydoniga yig'ilgan yuzlarcha kishi qo'llariga Turkiya, Falastin va Tunis bayroqlarini elib, Isroiliya bosh ministri Bunyamin Netanyahuning Falastin siyosatlari va Amerika prezidenti Donald Trumpning Quddus qaroriga norozilik bildirgan. Namoyishchilar qo'llarida Trump va Netanyahu natsistlar bilan o'xshash. Qotil Isroiliya, hur Falastin, Trump bilan Netanyahu urush qo'zg'uvchilardir. Quddus faqatli Falastinning poytaxti degan xatlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan. Qarishliq harakatining simvoliga aylangan 14 yoshlik o'smir. Amerika prezidenti Donald Trumpning 6 dekabrda Quddusni Isroiliyaning poytaxti sifatida e'tirof qilishidan keyin yuz bergan jiddiychiliklar jarayonida ko'zlari bog'langan holda nazoratga elingan 14 yoshlik Favzi Junaydi Quddusdagi qarishliq harakatining simvoliga aylangan. Junaydining tog'asi Rashad Junaydi jiyanining qo'yib berilishi uchun xalqaro kishilik huquq organlariga chaqiriq e'lon qilgan. İslam dunyosidagi shirkatlar Amerikaga savdo boyqoti yo'liga qo'yishga chaqirildi. Mavritaniyada hukumat va savdo sanoatchilar Amerikaga savdo boyqoti qilishga chaqirildi. Mavritaniyaning poytaxti Novakshotda Quddus temaliq maxsus yig'in o'tkazildi. Yig'inga qatnashgan diniy zotlar musulmon va arab dunyosidagi shirkatlarni Amerikani boyqot qilishga va Amerika mollarini import qilmaslikka chaqirdi. Yig'in ishtirokchilari arab xalqini Amerika hokimiyatini Quddusni Isroiliyaning poytaxti sifatida e'tirof qilish qaroridan voz kechguncha norozilik namoyishlarini to'xtatmaslikka, Mavritaniya hukumatini Washington bilan bo'lgan munosabatini uzib tashlashga chaqirdi.